Endi kirish imtihonlarida chet tildan B1 darajadagi sertifikat bilan ham hujjat topshirish mumkin. Hukumat qarori bilan oliy ta'lim tashkilotlarining bakalavriatiga o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomga bir qancha o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra, fanlar majmuasida chet tili birinchi fan sifatida belgilangan ta'lim yo'nalishlariga qabul xorijiy tilni bilish bo'yicha kamida B1 darajadagi milliy yoki xalqaro tan olingan sertifikat asosida amalga oshiriladi. Fanlar majmuasida chet tili fani mavjud bo'lgan ta'lim yo'nalishlariga qabulda B1 darajadagi milliy yoki xalqaro tan olingan sertifikatga ega abituriyentlarga ushbu fandan belgilangan maksimal ballning 75% miqdorida ball beriladi. B2 va undan yuqori darajadagi sertifikati bor abituriyentlarga esa ushbu fandan maksimal ball beriladi. Ilgari mazkur yo'nalishlarga qabul kamida B2 darajadagi milliy yoki xalqaro tan olingan sertifikat asosida amalga oshirilgan. Ta'lim xabarlari o'z sahifasini kuzatishda davom eting va ushbu videoni sertifikati bor do'stingizga yuborib qo'ying.